reduktorlarning eng fuli. Ray italyanskiy duyi. Sorento mashina olib qo'yganmiz. 6 silindrli MPI motor. Injektor paletkamizda mana shunaqa bo'ladi mana. Injektor paletkasining точный nimasi bor? Yozilgan nuqta virgulgacha. Kommentariy yozib qo'ysangizlar, tashlab qo'yaman uni ham. Injektorlari mapdan to'shishadi ko'pchilik. Katta qilishadi va ichkariga trubka jo'natishadi. Bu yoqdan o'rtasiga. Buni bunaqa uстановка qilsangiz ham ideal chiqadi. Mana bu uzun sopli bo'ladi, kalta sopli bilan ham turadi. Mana o'rtasi teshadigan, bularga endi qo'yiladi sopli. Antifriz pechkada olsangiz ham bo'ladi. Pechkadan ham yaxshiroq joyi bor. Pechka deganda bu yoq tarafdan olinadi. Mashina olsangiz cho'tki chiqadi. Главный patrubkaga o'tib ketgan joyi. Reduktorga ham juda yaqin bo'ladi, mana shunaqa holda tushadi. Ko'pchilik mana menga 8 talik trubka ulanadi o'zi. Duy reduktor uchiga. O'shani 6 talik qilayotganda xato yuz beradi. Xatoyimiz shuki, mashinasi oxirigacha kirmaydi mana. Bu holatda birinchi mana buni qisishadi, keyin qo'yishadi, baribir teshga beraveradi. Eng zo'r varianti bor, hozir shunday. Mashina ichi teshiladi. Sal katta razmerga teshiladi. Xuddi 6 sverlo bilan teshsangiz bo'ladi, 5 emas, 6 talik. Mana shu uchi mana bu yoqqacha kiradi. Keyin kolsoni qisishi juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu to'g'ri holatda qilsangiz, mana shunaqa holatda qolib ketadi bu. Даже mana bunaqa holatda ham qolib ketadi. Ozgina chiqqan holatda. Funurab amallab qo'yishadi. Ko'pchilikka o'tiraveradi, ko'pchilikka o'tishga beraveradi. Agarda teshib qo'ysangiz, voshli ideal chiqadi, qarang. Teshib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu holatda qisiladi. Juda ham zo'r qisadi. Bitta sun uramaysiz, mashina o'zini qotirasiz, utechka umuman bermaydi, 100%. Mana shunaqa holatda. Mazgimiz esa 18 ga 6. Turishi ham juda zo'r chiqqan. Simlarimiz ham chiroyli bo'lib kelgan. Soplimiz esa 2.4 ga teshamiz. 2.4 razmer. 2-3 ham yetkazadi bemalol. Faqat uchida tiqilish muammosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun 2.4 teshsangiz, yurishlar yaxshi bo'ladi. Постоянно anaga sopli tiqilib qolib, xalos to'xtatda patillab qolmaydi. Mana buni oxirigacha burab tashlaysiz va 2-3 taringizni ochib qo'yasiz. Hozirgi turishida 2 davleniya berib turibdi. Polni. 2 davleniya propan uchun juda ham kattalik qiladi.